Oq dumli suv burguti. Yurtimizdagi eng yirik va kuchli yirtqich qushlardan biridir. U o'zining keng qanotlari va oq rangdagi dumi bilan ajralib turadi. O'zbekistonda u asosan Janubiy Orol bo'yida uya quradi. Qishlash va uchib o'tish vaqtida esa mamlakatimizning deyarli barcha hududlarida, ayniqsa Aydarko'l va baland tog'lardagi suv havzalarida uchraydi. Bu qush tabiatan kam uchraydigan bo'lib, zaif uchib o'tuvchi va qishlovchi tur hisoblanadi. Bu degani uning soni tabiatda uncha ko'p emas va alohida muhofazaga muhtojdir. U asosan baliqlar va suvda suzuvchi qushlar bilan oziqlanadi. Shu sababli uni doimo ko'llar va daryolar atrofida uchratish mumkin. Uning qanotlari shunchalik kengki, uchib ketayotganda osmonda xuddi katta gilamdek ko'rinadi. Uning eng asosiy belgisi voyaga yetgan burgutlarning dumi xuddi qordek oppoq bo'ladi.